Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar. Ibn Mas'uddan Imom Ahmad keltirgan hadis, sahih hadis. Agar bir kishiga g'am va qayg'u yetsa, u shunday desin. Payg'ambarimiz buyuryapti. Parvardigoro, albatta men sening bandangman. Qulingning o'g'li, cho'ringning o'g'liman. Peshonam sening qo'lingda, mening ustimda sening hukming o'tkuvchidir. Mening ustimda qazoing odildir. Sening har bir isming bilan o'zingni o'zing nomlagan yoki mahluqotlardan biriga o'zing o'rgatgan yoki o'z kitobingda tushirgan yoki o'zing huzuringda g'ayb ilmida olib qo'ygan ismlaring bilan Qur'onni qalbimning bahori, ko'ksimning nuri qilishingni, g'amim va qayg'ularimni ketkazuvchi qilishingni so'rayman desa, Alloh uning g'am qayg'ularini ketkazib, xursandchilikka almashtirib qo'yadi. Ikkita duo. Ikkita duo. Mana shu duolarni yodlab, bir marta ertalab, bir marta kechqurun aytib qo'ygani, kimimiz ojizlik qilamiz? Agar shu duolarda, shu tavsiyalarda, ko'rsatmalarda eshitgandan keyin ham yana siqilib, yana bo'g'ilib hayotda yashayotgan bo'lsak, biz ummati Muhammad bo'lishiga loyiq bo'lmayapmizmi ekan? Pul demayapti, vaqt demayapti, umringni sarf qil demayapti. Shu duoda ishonib aytib qo'y, hamma g'amingni men ko'taraman deyapti. Meni rozi qilishing g'amini yelkangga olgin, boshqa g'amingni o'zim kifoya qilaman deyapti. Ishona olmaymizmi? Sahobalardan buni eshitganlar, "Ya Rasululloh, buni o'rganib qo'yaylikmi?" deganida, "Ha, buni eshitgan har bir kishiga o'rganib qo'yishligi vojib bo'ladi." Demak, zamonimizda keng yozilgan, yoyilib ketgan mana shu torlik, asab torligi, qalbni torligi, stress, nervliligimiz ketishini xohlasak, g'am tashvishlarimizni ko'tarilib, qarzlarimizni ketishini xohlasak, nima qilaylik ekan? Ko'proq ishlaylik ekan. Nima? Namozni qo'yib qo'ygani bir reys qilaylik ekanmi shu reysni? Yoki harom bo'lsa ham shu apkarmasdan sotaylik ekanmi? Birodalar, g'amni biz hal qilmaymiz. G'amni Alloh hal qiladi. Alloh subhanahu va taolo o'zi tavfiq bersin. O'zi tavfiq bermasa, bizning qo'limizdan hech narsa kelmaydi. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.